Ne deyik? 3 million 300 ming auditoriyasi bor. Endi shuni ushlab olish uchun nima qilasiz? Bo'ldi, sayohatlar tugadi. Madinaga keldingiz, Makkaga keldingiz. Makka sayohati ham bir hafta 10 kundan keyin tugadi. Endi qayerga borasiz? Birinchi o'rinda men ota-onamning roziligini oldim. Shu eng katta yutuq. Har bir like bosgan yigitga ota-onasining roziligini olish va Ka'batullohni tavob qildirish nasib qilsin. Allohim bizni taqdirimizni yozib qo'ygan. Biz harakat qilsak bo'ldi, amalni niyat qilsak bo'ldi. Yaxshi yo'lga boshlaydi Allohim. Yaxshi planlar qilinyapti, Xudo xolasa, xayrli bo'lsa Alloh yo'l bersin. Yaxshi planlar qilyapmiz, xayrli bo'lsa yo'l bersin. Bir narsa shuncha Qozog'iston, Qirg'iziston meni podeshya qildi, videolar qilyapti. Kattakon rahmat butun Esengiga. Ba'zi o'zbeklar podeshya qilmayapti dedi. Nimaga? Men shuncha podeshya qilganligi uchun shuncha podpischi bo'ldi, shuncha auditoriya bo'ldi. Men bularning orqasidan pul topgan yo'qman. Chunki hali yoshman, men pul topib olishga hali vaqt yetadi. Reklamalar chiqyapti. Meni o'zimni tanishlarim ham shuncha beraman, reklama qilsin deb birortasini olgan yo'q. Yaxshi pul ishlasa bo'lardi. Aytdim, umuman xolis. Fashi reklama olgan yo'q. Yo'l bo'yi kelguncha ham qancha axlat bo'ldi, misol uchun-da. Umuman reklama olgan, kelgandan keyin ham pulga reklama, hammasini atkaz qilyapti. Nima niyati bor men bilmayman, xullas puldan voz kechyapti-da. Lekin 3 million 300 ming auditoriyadan foydalanish kerak. Foydalanish kerak. Birinchi ota-onasi foydalandi. Ota-onasi keldi ibodat qildi, eng muhimi. Reklamalar olasizmi endi? Hali ko'rasizlar, shunaqa kunlar keladi. Reklamalar olasizmi? Ha, vaqt keladi. Hozirchi. Hozir olgan yo'qman. Chunki Allohning uyidaman, Alloh beradi, men yetkazadi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta tanlash bilish do'stlarga jo'natib qo'yinglar, biz kuzatishda davom etinglar.